Avvalambor assalomu alaykum O'zbekiston ahliga. Bormisizlar joninglar sog'. Bolalar Namangan, Andijon, Namangan, Patvet degan narsalarni bo'ldi yig'ishtiringlar jonga ham tegib ketdi-ku u narsa. Har xil videolarni ko'ribdi. Hamma bizga panyatka beribdi, tushunib turibsizlar nima bo'layotganini. Videoni orqasida turib, bu degan hech narsa o'zgarmaydi. Yo Andijon yo Namangan yutib chiqmaydi bu narsada. U yutadigan narsa ham emas bu, buni o'zgartirib bo'lmaydigan narsa. Mana video yukladim vaqti kelganda. So'kindim ham kerak bo'lsa. So'kinganim sababki, meni Namangan ahlimni, Namangan meni vatanimni, meni shahrimni, meni oshnalarimni, qarindosh urug'imni, umuman namanganliklarni kamsitgan uchun men so'kindim chidolmasdan. Yoshlik qildi, buni tan olaman. Bu yuklagan videolarimizni har xil odamlar ko'rdi. Butun O'zbekiston ahli ko'rdi kerak bo'lsa. Ne только O'zbekiston, hamma ko'rdi, boshqa davlatlar ham. Bundoq kallani ishlataylik, yosh bola emasmiz hammamiz. Men qilgan ishlarim o'sha, gapirgan gaplarim uchun uzr so'rayman O'zbekiston ahlidan, O'zbekistonliklardan. Shuncha gaplarni eshitdim, meni kallam ishlab turibdi. Haqiqatda ham bir-birimizni kamsitdi xolos, O'zbekiston nol ketdi xolos bu yerda. Undan ko'ra o'zbekligimizni qilaylik, bir-birimizni naborat poddержка qilaylik. Keragi yo'q, o'qib tashlayman, bu qilib tashlayman bilan hech narsa o'zgarmaydi bu hayotda. Sizlar andijonliksizlar, biz namanganlikmiz. Общий biz hammamiz o'zbekmiz, o'zbekligimizcha qolaylik. Endi har xil odamlarni ko'rdim, otasiga la'nat, onasiga la'nat degan so'zlarni ham ko'rdim. Nima desa bo'ladi? Bizni haqiqatdan ham shu yoshga kirgizib, la'nat olish uchun shu yoshga kirgizishmagan bizni. Yig'ishtiringlar bo'ldi. O'zbek xalqining yuzini yerga qaratish. Sanda ko't, unda ko't, bo'lmagan gaplar ular. Men O'zbekiston ahlidan uzr so'rayman. Kimki menga noto'g'ri qarab, noto'g'ri so'z yozgan bo'lsa, meni chiroyli tushuninglar. Bizni ham xalqimizni, Namangan xalqimizni kamsitildi, shuning uchun biz javob yozdik. Shuni to'g'ri tushuninglar bizni ham. O'zbekistonliklar ko'rdi bu narsani, hech kimga yoqmadi. Yoqadigan ish qilgan ekanmiz. Значит, biz noto'g'ri yo'lda ekanmiz. O'li to'g'ri yo'lga tushaylik, yig'ishtiringlar hammani. O'qib tashlayman, patvetlar. Men lично Namanganlik Mirzobod O'zbekiston ahlidan uzr so'rayman qilgan ishlarim uchun. Men nima uchun uzr so'rayapman? Rostdan ham men noto'g'ri ish qildim. Shuning uchun uzr so'rayapman. Ayollardan ham, erkaklardan ham, umuman O'zbekiston ahlidan. Bu narsani to'xtatinglar bo'ldi. Bu narsa hech qayerda yo'q. O'zbekiston doim birinchi bo'lgan, birinchi bo'ladi. Olg'a O'zbekiston. Hammaga xayr.